Gulnaz Nig'matovna, ozishi to'g'ri yo'llar haqida gaplashaylik. Ozish yo'llari haqida gaplashaylik. Ozish yo'llari juda ham ko'p. Давайте keling, men bu savol beraman sizga, patsient bo'lib, siz ularga javob berasiz. Ko'ramiz, bemorlar uyda ham oz olar ekanmi, yo mana oldingizda turgan anaqa ko'z o'ynatayotgan ukollar bilanmi yoki suv bilanmi, qaysi biri to'g'riligini bilib olaylik. Professional fikrsizdan kutamiz. Boshlaylikmi? Boshlaylik. Ozishni nimadan boshlash kerak o'zi birinchi? Mana masalan 12 yosh bola, 22 yosh tug'gan ayol va keling 56 yosh onani misolni aytib bering. Har xil yoshdagi, misol uchun menga insonlarni aytyapsiz. Bittasi bola, bittasi o'rta yosh, bittasi yosh katta. Juda ham to'g'ri anaqa berdingiz. Chunki bularda uchalasida ozish taktikasi har xil bo'ladi. Nima uchunligini men sizga hozir aytib o'taman. Qarang. Birinchi bola keladigan bo'lsa, bunda birinchi o'rinda rejim to'g'rilanadi. Ya'ni ovqatlanish nazoratga olinadi. Uglevodlar ratsiondan chiqariladi, yengil hazm bo'luvchi uglevodlar. Обязательно sport yoki yurish, hech bo'lmaganda 10 ming 15 ming qadam yurish, kaloriya sarflash. Ularga chunki har xil dorilar mumkin emas. 12 yosh bolalarga juda ham ehtiyot qilamiz ularni. Ularga mumkin emas, показания yo'q ularda. Ovqatlanishi, rejimi, uyqusi to'g'rilanadi, bolalar ozishni boshlaydi. Xo'p, endi aytyapsiz, endi o'rta yoshi. Bunda qanaqa? Bularda ham hali modda almashinuvi yaxshi. Bularda ham to'g'ri ovqatlanish albatta bo'lishi shart, uyqu nazorati olishi shart. Vesiga qaraymiz. Agar ularda vazn unaqa aytaylik, ortiqcha 10-15 kilogramm vazni bor. Bunaqa holatda bemalol bemorlarning o'zi, demak, ratsionni to'g'irlash orqali, harakat ko'paytirish orqali va yana eng muhimi defitsitlarni to'ldirish orqali bemalol ozorishadi. Aynan siz aytayotgan o'sha 22 yoshda desa, endi o'sha yosh bolasi bor. Bunaqa holatlarda bizda ayollar juda ham defisitlari kuchli bo'ladi, anemiyasi bo'ladi, vitamin D yetishmaydi, yod yetishmovchiligi, gipotireoz holatlari bo'ladi. Bunaqa holatlarda ham hatto oxirgi anaqalar bo'yicha aniqlanadi. Organizmdagi yetishmovchiliklarni o'zi bizda semizlikni keltirib chiqarishi. Chunki tana bu yetishmayotgan vitamin mikroelementlarni qoplash uchun, demak, ishtahamizni ochib beradi va biz shuni ovqat orqali organizm to'yintirishga harakat qilamiz va ko'p miqdorda yeyishni boshlaymiz. Shu nutrientlarni to'ldirish uchun. Bu ham sabab bo'lar ekan. Shuning uchun albatta defitsitlarni qoplash orqali, demak, ular o'zini vaznini korreksiya qilishi mumkin bo'ladi. Lekin aytaylik, endi 10-15 kilogramm emas, mana shu 20-30 yoshdagi patsientlarda aytaylik 30-40 kilogramm ortiqcha vazn bor. Bunaqa bemorlar ham talaygina. Bunaqa holatlarda bemorlarda albatta endokrinologik qo'shimcha yondashuv tavsiya qilinadi. GPP-1 degan gruppalarimiz bor. Endi hozir hamma Jumjaro, anaqa deb naqib ketishdi. Bularning hammasi GPP-1 gruppasi hisoblanadi. Peptidlar hisoblanadi. Bular orqali qo'shimcha yordam beriladi. Endi uchinchi menga aytgan misolingizdagi, demak, yosh katta insonlarda qanaqa bo'ladi? Yosh katta insonlar har doim ham 10-15 ming qadam bizga yurib bera olmaydi ular. Misol uchun harakati cheklangan bo'lishi mumkin, grijasi bo'lishi mumkin, ili suyaklarda yemirilish hisobiga harakat cheklangan bo'lishi mumkin, davleniya juda ham yuqori bo'lib yurishi mumkin. Biz ularga qanaqadir aktivniy sport turini yoki ko'p miqdorda yurishni har doim ham tavsiya bera olmaymiz. Bunaqa holatlarda albatta endokrinologik yondashuv qo'shimcha ozishga yordam beruvchi, ularning ishtahasini nazorat qiluvchi, ulardagi insulin rezistentlikni to'g'irlashga yordam beruvchi dori preparatlarini tavsiya qilamiz. Endi menga qiziq, men har xil holat bersam, endokrinolog sifatida bular to'g'ri yoki noto'g'riligini sal izoh berib ketsangiz. Tayyorsiz. BAD, ya'ni biologik faol qo'shimchalar orqali ozish haqiqatmi yoki yordam bermaydimi? Qaysi ma'noda yordam beradi? Boya aytganimdek, organizmdagi yetishmovchiliklarni biz yotganimizdan keyin ishtaha o'z-o'zidan ochilib ketishda pasayganlik hisobiga ozishga yordam beradi, lekin vazn o'ta yuqori bo'lsa, ularning o'zi yetarli emas. Masalan, ozishda qaysidir biologik qo'shimcha, vitamin yoki qanaqadir dorilarni ayta olasizmi?
Endi misol uchun hozir biz umuman qo'shimcha sifatida beradigan hamma vitaminlarimiz bu demak добавкаlar hisoblanadi. Demak biz ovqat orqali ololmayamizki, tashqaridan yetkazib beramiz. Bo'lishi mumkin bu narsada magnezitol bo'lishi mumkin, vitamin B8 gruppasi hisoblanadi. U ham rosa shirinlikka talab pasaytirishga yordam beradi, insulin rezistentlikni pasaytirib beradi. Yoki bo'lishi mumkin xrom-pikolinat bo'lishi mumkin. Demak bu ham element hisoblanadi. Bizda aynan o'sha shirinlikka bo'lgan talabimizni pasaytirib beradi. Berberin hozir ko'pchilik biladi, o'sha barbarisdan tayyorlangan berberin добавкалari bor. Ular ham bizda insulin rezistentlikni, shirinlikka bo'lgan talabni, ishtahani jilovlab olishga yordam beradi. Lekin yana aytayapman, bu batlarimiz demak imkoniyati juda ham keng emas. Bular doimiy dieta bilan birgalikda yordam beradi va vazni uncha yuqori bo'lmagan bemorlarda yordam beradi. Sport bilan ozish haqiqatmi yoki yordam bermaydimi? Albatta yordam beradi. Shuning uchun biz albatta kelgan bemorlarimizga fitness bilan shug'ullaning, kaloriyani sarflash kerak deb maslahat beramiz. Hech bo'lmaganda haftada 3 marta borib fitnessda 2 soat shug'ullanish ham yaxshigina vazn tashlashga yordam beradi. Albatta to'g'ri ovqatlanish bilan birgalikda bo'lsagina effektivlik bo'ladi. Lekin misol sportga chiqyapti-da, kaloriyani sarflayapti-da, lekin kelib misol uchun shundoq to'ldirib ovqatlanib oladigan bo'lsa, shundoq kaloriyali uglevodli narsalarni yeb oladigan bo'lsa, bu albatta uni ozishiga yordam bermaydi. Qachonki to'g'ri ovqatlanish va sport baravar qilinsagina effektivlik bo'ladi va bundan tashqari demak hammaga ham biz sport bilan shug'ullanishni tavsiya qila olmaymiz. Misol uchun bo'lishi mumkin yoshi kattalar, yurak qon tomir tizimida muammosi bor bemorlarimiz bor, oyoqlarda misol uchun protez o'rnatilgan bemorlarimiz bor, ularda harakat cheklangan bo'ladi. Hamma uchun ham foydali bo'lmasligi mumkin. Kortizol bilan ferritin pastlarni o'zi o'lib yotibdi, lekin unga borib sport bilan shug'ullanishni bundan tashqari yana shunaqa hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan ikkita holatimiz bor. Birinchisi bu ferritini past bo'lgan patsientlar, ikkinchisi kortizoli past bo'lgan patsientlar. Hozir kortizol past deganimga ko'pchilikda sal g'alatiroq eshitilishi mumkin. Kortizol baland deyildi-ku, shuncha past deyilishi mumkin. Izoh berib ketaman. Ferritin bizda zaxiradagi temirni ko'rsatadigan ko'rsatkich hisoblanadi. Bizda afsuski hozir mana shu immundan ortiqcha vazn kuzatiladigan 20 yoshdan aytaylik 50 yoshgacha bo'lgan patsientlarimiz orasida juda ham shu ko'rsatkich past, ya'ni anemiya bor, butun tanada gipoksiya ketyapti. Buni holatlarda agar biz patsientlarga sport bilan shug'ullaning, yuguring deydigan bo'lsak, ularni yuragi urib ketib, mazasi qochib, havo yetishmasdan yuragiga nagruzka bergan bo'lamiz. Chunki u shundoq ham organizm kislorodning goladaniyada sport bilan shug'ullanganda 2-3 barobar yana bunga talab oshadi, natijada bemorlarning holati yomonlashadi. Shuning uchun ko'pchilik bemorlar hali o'zi unaqa sportga chiqib boshlaganda, doktor, men sportga borib ko'rganman, men mazam qochib qolgan, o'shaning uchun men sport bilan shug'ullana olmayman, menga sport qildirmang deb kelishadi. Sport ham qila olasiz, hali faqat mana shu ko'rsatkichingizni to'g'rilab qo'yishimiz kerak sizda deb ferritinlarni yaxshilaganimizdan keyin bemorlar bemalol yurishadi, sport bilan shug'ullanishadi. Ikkinchi holat esa demak bu kortizol bilan bog'liq muammo hisoblanadi. Biz oldin faqat kortizolingiz baland degan tushunchalar bilan patsientlarni qabul qilgan bo'lsak, hozir afsuski patsientlar orasida gipokortisizm, ya'ni kortizolni pastligi, buyrak usti bezlarining charchoq holatlari ko'p uchrayapti. Bu yillar davomida stressda yurish natijasida, yillar davomida o'z vaqtida uxlamaslik natijasida buyrak usti bezi yetishmovchiligi boshlangan. Kortizol darajasi past bo'ladi. Kortizol bilamiz bu stress gormoni, bizani har xil jarayonlarga bo'lgan munosabatimiz, stresslarga nisbatan chidamliligimizni ko'rsatadigan gormon hisoblanadi. Buni pastligi natijasida bizda demak sportga, stressli holatlarga umuman chidamsiz bo'lamiz va sport bilan shug'ullanamiz. Sport bilan shug'ullanish bunday holatlarda bemor uchun hattoki minus ta'siriga ega bo'ladi, bemorning holati yomonlashadi. Dietalar, har xil dietalar, mono dieta bor, FODMAP, yana har xil. Ular ozdiradimi, haqiqatmi yoki yordam bermaydimi? Aytganingizdek, dietaning turlari hozirgi kunda juda ham ko'p. Qaysidir ma'noda haqiqatan o'zini oqlamagan dietalar bor, lekin qaysi dietalarimiz rostdan effektivni nima? Men nima tarafdoriman? Men to'g'ri ovqatlanish tarafdoriman. Ya'ni bizda o'sha semirishga sabab bo'ladigan mahsulotlarni ratsiondan chiqarish kerak, 3 mahal ovqatlanish kerak. Chunki bizda endokrin muammosi bor bemorlarda
galadaniyali, uzoq vaqtli ochliklar mumkin emas. Qalqon osmon bez funksiyasini kuchaytirib yuboradi, muammosini. Или bu hozir aytganimizdek kortizol pastlik holatlar bor. Ularda ham uzoq muddatli ochliklar mumkin emas. Va yana ferritin pastlik holatlari, anemiya holat bor. Ularda ham ochliklar mumkin emas. Turli xil dietalar bor. Misol uchun bittasini aytayman sizga, mono dieta bor. Bunda faqat misol uchun bir turdagi mahsulot yeyiladi. Misol uchun faqat tuxum. Misol uchun faqat olma, ya'ni mono dieta. Bitta turdagi mahsulot yeb ol. Men bunga qarshiman. Chunki birinchidan organizm ozmaydi demayman, ozadi, stressda ozadi. Bunaqa holatlarda. Ikkinchidan organizmda defitsitlar juda ham kuchayib ketadi. Chunki bizning tanamiz uchun sложный uglevodlar ham kerak, oqsillar ham kerak, kletchatka ham kerak, vitaminlar ham kerak, hamma narsa kerak bizning tanamizga. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish tarafdoriman. 3 mahal to'g'ri ovqatlanish, ratsiondan semirishimizga sabab bo'ladigan mahsulotlarni chegaralab olib tashlash kerak. Qolgan mahsulotlarni beloklar, kletchatka iste'mol qilish kerak. Masalan, foydali dietalar qilishchi ular ozdiradi. Masalan, qanaqa foydali dieta mumkin? Foydali dieta turlari bor, keto dieta turlari bor. Misol uchun keto dieta ham hammaga tushadi deb ayta olmayman. Uni ham o'zini qarshi ko'rsatmalari bor. Ko'pincha birinchi ishlab chiqarish bu qandli diabet bemorlarini davolash uchun o'ylab chiqilgan dieta. Qarasa patsientlar yaxshi ozyapti, keyin ozish uchun ishlatilgan bu narsa. Paleo dieta turi bor. Paleo dieta yaxshi dieta turi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda har xil turdagi mahsulotlarni o'sha nima deydi? Tarelka metodi orqali, ovqatlanish orqali organizmni stressga tushirmasdan, defitsitlarni kuchaytirmasdan to'g'ri ovqatlanish metodi. Bu dieta turiga qo'shilaman. Lekin har doim faqat dietani o'zi bilan ozish mumkin degani emas. Afsuski, nima uchun? Yana endokrin muammolarga qaytamiz. Agar bemorda gipotiroz holati bo'lsa, qalqon osmon bez funksiyasi past bo'lsa, paleo dieta qilinadimi, mono dieta qilinadimi yoki ovqat yemasdan yuradimi, foydasi yo'q. Ozish bo'lmaydi. Nima uchun? Organizmda otyoq bor, metabolizm past, modda almashinuv yaxshi emas, ozish kuzatilmaydi. Shuning uchun har doim kompleksli yondashuv talab qilinadi ozish jarayoni. Ochlik bilan ozishchi, masalan, ko'p ochlik qilish, ko'p kimdir aytadi foyda, kimdir aytadi yo'q, yordam bermaydi. Yordam beradimi? Kimlardir uchun yordam berishi mumkin, lekin bizda endokrinologik problemasi bor bo'lgan bemorlarga mumkin bo'lmaydi. Kimlarga umuman mumkin emas ochlik? Umuman mumkin emas kimlarga. Bu kortizoli past holatlarda, gipokortizm holatlarida, agar o'sha kortizoli miqdori 10 dan pastmi, umuman ularda ochlik holatlari mumkin emas. O'sha suliydan tekshirilganda aytayapman. Hozirgi kunda bilamiz, qondan emas, suliydan tekshirish kortizoli informativniy hisoblanadi. Kimlarga yana mumkin emas? Bizda qalqon osmon bez funksiyasida muammosi borlarda. Bunaqa holatlarda endi biz endemik zona bo'lganimiz uchun birinchi yod yetishmovchiligi, gormon yetishmovchiligi holatlari juda ham ko'p uchraydi bizda, aholimiz orasida. Bunaqa holatlardagi ochlik buqoq funksiyasi yana ham yomonlashishiga sabab bo'ladi. Va keyingi holat anemiya holatlarida, ferritini past, har doim o'zi gipoksiyada yurgan patsientlarga ochlik umuman mumkin emas. Bunaqa holatlarda bemorlar ba'zan xursand bo'lishadi, ayrimlar o'zini holatini bilmasdan ozyapman deb. Lekin ularda biz bioimpedans qilgan paytimizda ularda ozish afsuski yog'dan emas, mushakdan ketganligini juda ham ko'p kuzatamiz ularda. Noto'g'ri, nosog'lom ozish kuzatiladi. Shuning uchun bunaqa ozgan bemorlarda o'sha charchoq, holsizlik, terilar osilish holatlar, umuman kuch yo'q, o'sha ozganimdan bir boshimni ko'tara olmayapman, anaqa degan shikoyatlarni ko'p eshitaman. Bu noto'g'ri ozish hisoblanadi. Agar mana ba'zi shunaqa qilishar ekan, har ovqatlanishdan oldin ertalab ham limonli suv ichishchi. Ozdiradimi yo'q? Aynan limonni o'zi qanaqadir ozdiruvchi xususiyatga ega emas. Shunchaki biz ozish jarayonida bemorlarga ko'proq suyuqlik iching deymiz. Chunki ham biz ba'zan och qolmagan bo'lamizda, suvsagan bo'lamiz, lekin ovqat yeb uni bosishga harakat qilamiz. Aslida biz u payti organizm suv talab qilgan bo'ladi. Shuning uchun demak, suv o'sha organizmda suv ehtiyojini qoplash uchun tavsiya qilinadi. Lekin bu yerda limon qanaqadir metabolizmingizni tezlashtiradi, sizni ozdiradi
deyishadi, unga qo'shilmayman. Biz limon o'zini tarkibida vitamin C, antioksidantlar bo'lgani uchun o'sha inson o'zini umumiy holatiga, salomatligiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tavsiya. Lekin hammaga ham limon yeyilishi mumkin degani emas. Gastriti borlar bor, yazvasi borlar bor, oshqozonda kislotasi baland patsientlar bor. Unaqa holatlarda limon ularda oshqozonda og'riqlar berib qolishi mumkin. Shuning uchun har bitta bemor bilan individual yondashish kerak. Anaqaga tak. Ozdiruvchi tabletkalarga qanaqa qaraysiz? Yordam beradimi yo haqiqat emasmi? Ozdiruvchi tabletkalar, endi agar endokrinologik qo'llaniladigan tabletka kapsulalar haqida gapiriladigan bo'lsa, oldin ko'p qo'llanilardi, hozirgi kunda kamaygan. Nima uchun? Chunki ma'lum bitta yaxshi narsa chiqqandan keyin oldingi narsa baribir qo'llanilishi kamayadi. Tabletkalar, misol uchun metforminlar bor, ular ham ozdiruvchi hisoblanmaydi, lekin o'sha ishtahani pasaytiradi, insulin rezistentlikni kamaytiradi, jigarda yog' yig'ilishlarini kamaytirganligi uchun o'sha ozdiruvchi bo'lib anaqa bo'lib ketgan, qo'llanilib ketgan. Yoki arlistatlar bor, arlib, yestora degan kapsula, ular ham hozir juda ham kam qo'llaniladi. Nima uchun u ikkalasi ham hozir kam qo'llanilyapti? Dispeptik muammolar ko'p bo'lganligi uchun bemorlarda ko'ngil aynishi, ich o'tishi, qayt qilish holatlari, qorindog'riq bo'lganligi tufayli bemorlar tomonidan bu demak noqulayliklar keltirib chiqarganligi tufayli hozirgi kunda ishlatiladi, lekin kamroq foydalaniladi. Ozdiruvchi dorilarchi, ular real kerakmi? Haqiqatdan ozdiradimi yoki yordam bermaydimi? Ozdiruvchi o'sha ukollar deb aytamiz hozirgi kunda. Bu demak ilmiy tilda o'sha GPP-1 deb ataymiz biz vrachlar orasida. Bu ukollar hozir hammamiz biladigan o'sha Simavik, Ozempic, Mounjaro, Tirzetta, mana Sijaro, har xil bizda registratsiyadan o'tgan va registratsiyadan demak o'tmagan mana shu turdagi ukollarimiz bor. Bu ukollarni endi hammaga qo'llanmaydi. Bu ham xuddi nima kabi juda ham individualniy masala hisoblanadi. Bu albatta faqat endokrinolog shifokor haqqi bor qo'llashga. Endokrinolog shifokor nazorati ostida bemor bilan konsultatsiya jarayonida bu ukollarga ko'rsatma bor yoki yo'qligi bemor uchun alohida tavsiya beriladigan holat hisoblanadi. Bu nozik narsa. Hammaga qilib bo'lmaydi buni ham. Yo'q, hammaga qilib bo'lmaydi. Kimga umuman qilib bo'lmaydi? Kimga? Bu umuman xavfli, misol hozir gapimizdan kimdir, demak xavfli ekanda, yo'q, unaqa emas. Bemor birinchi o'rganib chiqilishi kerak. Birinchi bu ukolga o'zi ko'rsatma bormi bemorda yoki qarshi ko'rsatmalar bormi, o'rganib chiqilishi kerak bo'ladi. Kimlarga umuman mumkin emas? Sarkopeniyasi bor patsientlarga biz tavsiya qilmaymiz. Ya'ni buni ham yana benzpidaz orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Sarkopeniya demak ularda mushak massasi juda ham kam bo'ladigan bo'lsa, ularda ozdiruvchi ukollar tavsiya qilinmaydi. Va bundan tashqari qalqonsimon bezida onkologiyaga moyil bo'lgan katta tugullar bo'ladigan bo'lsa, medulyar rak holatlari bo'ladigan bo'lsa mumkin emas. Shu joyni bizda ayrim patsientlar "Mani bu qog'imda tugun bor, menga mumkinmi, mumkin emasmi" deyshadida. O'sha tugun xavfsiz tugun bo'ladigan bo'lsa, u hech qanaqa zararli ta'siri bo'lmaydi. Lekin o'sha tugunni razmeri katta, biz onkologiyaga podozreniya qilib turgan bo'lsak, xavfsirab turgan bo'lsak, unaqa holatlarda biz qo'llamaymiz bu preparatlarni. Shuning uchun ham doim baribir individual, albatta individual tarzda belgilab beriladi. Ya'ni foydasi ozadi, zo'r, ozadi lekin. Ozadi, albatta ozadi, chunki baribir ishtaha jilovlanish boshlanadi, ovqatga bo'lgan talab, shirinlikka bo'lgan talab pasayadi. Misol uchun oddiy holatda ovqatlar 2 soatda hazm bo'lsa, ukollarni qabul qilgandan keyin demak oshqozonni bo'shash anaqa pasayganligi uchun, sekinlashganligi uchun 4 soatda primerni hazm bo'lish boshlagan organizmga zarar emas. Yo'q, to'qlik hissida yuradi. Organizmga zarari yo'q, lekin bemorda sal noqulayliklar bo'ladi. Umuman bo'lmaydi emas, nisbatan ko'ngil aynish, boshida holsizliklar bo'lishi mumkin, qabziyat kuzatilib qolishi mumkin. Lekin bu dori preparatlarini foydali xususiyatlarini oldida u kuzatiladigan holatlar deyarli ko'zga ko'rinmaydi desa ham bo'ladi. Xavfli emas, faqatgina nazorat ostida demak bo'ladi. Bu shifokor nazoratida. Shifokor nazorati ostida agar olinsa, bu preparatlar orqali faqat yaxshi natijalar olish mumkin.
Savollaringiz tugadimi? Tugadi. Videoni o'chirmay turasiz. Men tomoshabinlarga sovg'am bor. Video davomida juda ham ko'p beimpedans deb ishlatdim. Shu beimpedans tekshiruvini va uni interpretatsiyasini, ya'ni sizda qanaqa nima o'zgarishlarini men sizlarga sovg'a qilmoqchiman. Faqat bitta o'ziga yarasha uni demak shartlari bor. Mana shu videoni boshdan oxirigacha ko'rasiz. O'zingiz uchun eng qiziq deb bilgan, sizga yoqqan joylarini rasm, video qilib storiesga mani va The Life klinikasini atmetit qilasiz. Demak, sizda 2 hafta vaqt bor. Bugun 15-iyul 2026-yil. 2 hafta ichida demak videoni ko'rasiz, atmetka qilasiz va men ulardan bittasini tanlab olib sizni beimpedans qilamiz va uni interpretatsiyasini to'liq tushuntirib beraman. Bu degani cho'ntagingizda 800 ming pul qoldi degani. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, saqlab oling, tanishlaringizga yuboring va obuna bo'lishni unutmang. Agar savollaringiz qolgan bo'lsa, izohlarda kutaman.